Bugungi ko'rib chiqadigan traktorimiz Belarus 80.1. 8-seriyaga kiradi. 8-seriyani aynan bu transportniy traktor. Transportni deyishimizga sababi to'g'riroq bo'lsa ham oldi tortmaydi. Lekin qator orasiga kultivatsiya ishlariga zo'r tushadi. Oddiy Belarus 82 dan farqi shu bitta. Oldi perioda ikkita ballonda. Chunki bu pritsip ballonga o'xshab chiqadi, unda oldi tortadigan. Farq shu. Korobka, motor, D240, qolgan joylari arqa ballon g'azmalari ham bir xil. Salonchi ham bir xil, konditsioner, radio magnitofonga ega 2025-yil varianti. Traktorimizni bugungi kundagi narxi 320 million so'm. Narx, plastik, prichleni farqi yo'q. Lizing asosi ham olsangiz bo'ladi. Endi 10%, 20%, 30%, 6 oylik, 3 oylik oyma-oy to'loviga qarab turib chiqib kelaveradi aka. Ko'pchilik so'rashadi, nimaga endi traktorlarning baki plastmassa? Plastmassa bo'lsa Belarusda emas, boshqa joyda yig'ilganmi deganday savol berishadi. Unaqa emas. Ma'lumot uchun aytib o'taman. Belarusda chiqqan traktorlar Rossiya bilan Belarusning o'zida ham qolishi mumkin bu traktorlar. Shuning uchun, ya'ni ularning ob-havosi bizga nisbatan ancha sovuq. Shuning evaziga bularda plastmassa bak qo'yishadi. Ya'ni salarka muzlamasligi uchun. Bunda plastmassa bak 3 ta qatlam bo'lsa, 3 ta qatlamdan o'rtadagi qatlami aynan salarka muzlamasligi uchun qatlam qilib yopilgan. Adyal deymizmi, material deymizmi, xuddi shunaqa. Shuning uchun plastmassa bak qo'yishadi. Temir bak faqat 3 g'ildirakda qo'yiladi. Nimaga? Nimagaki 3 g'ildirak Belorussiya bilan Rossiyada ishlatilmaydi. Traktorimiz tayyor, bor. Bu haftalikda Belarus traktorlarini e'lon qilganmiz. SNSdagi bor Belarus traktorlarini birin-ketin ko'rib chiqamiz. Keyingi traktorimiz Balishniy most bo'ladi.